Obid aka, bu yangi obyekt haqida bizga ham aytib bermaysizmi? Bu obyektimiz yangi emas. Bu 7 yil oldin bitirgan obyektimiz. Bu 7 yil oldin alkapollarni qilib bergan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 7 yillar qilt etmasdan turibdi. Faqat sal kir bo'lganini hisobga olmasangiz, bu obyektimiz hali ishimizni davom etmoqda. Ishimizni tugatganimizdan keyin polni yuvib uborkalari chiqib ketamiz. O'shanda yana ham yangi bo'lib turadi. Yangidan ham yangi. Ham yangilab beradi. Ha, xudo xolasa. Obid aka, bu obyektda nima ishlar qoldi? Bu obyektimizda travertini bilan poliga kafel terib berishimiz qoldi. Sokullarni mana bugun bitirdik xudo xolasa. Necha kunda chiqib ketdik sokullar? Sokullar 20 kun, bugun 21-kuni xudo xolasa topshiryapmiz уже. Xonadon egalari yana necha kun kutishadi ish bitishini? 10 kun travertinga, bu rostla kichkina ob'yem emas. 10 kun travertinga, 15 kun polga ketadi. 25 kunda xudo xolasa o'pshi hammasini topshirib beradi. 25 kunda har doimgidek top-toza qilib idealni topshirib Ha, berasiz. u borkalari bilan ketadi. Ko'p fasadchilarni ishini ko'rish qiyin. Siz ishlaringizni qayerda ko'rsak bo'ladi? Mani ishlarimni shu sahifamga obuna bo'lib qo'yishsa, hammasini qo'yib boraman. Chisloma-chislo aytilgan muddatga qo'yib boryapmiz. Inshaalloh hali podozit qo'ygan joyimiz yo'q. Yaxshi usta, o'zini ishi bilan usta, Obid akam ishlarini sahifaga obuna bo'lgan holda ko'rsangiz bo'ladi. Bu obyekt bitgandan keyin albatta syomkaga kelamiz. Xudo xolasa.